Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan to'ylarda tashkillarda trendga chiqib ulgurgan so'lli baqlajon salatini tayyorlaymiz. Videoni oxiridan ko'rsangizda ko'pchilik sir saqlab turgan asosiy qo'shiladigan ingrediyentni nomini aytib o'taman. 3 xil rangdagi bolgarskilarimizni kubik shaklida to'g'rab olamiz va sos uchun mo'ljallangan hamma narsamizni bir idishga solib, yaxshilab aralashtiramiz. Ko'pchilik sir saqlab turgan ingredient bu shakar hisoblanadi. Shakar bizga pomidorni, tomatni tahir ta'mini yo'qotishda yordam beradi. Shakarimiz dozimizga nisbatan 1 qoshiq ko'proq solinadi. Video davomida sousga uksus ham solingan. Bu video tushmay qolgan. Albatta sousimizga 1 ullu qoshiq uksus ham solamiz. Sousimiz uchun hamma masalliqlar ro'yxati: 3 qoshiq tomatli pasta, 1 dona qirg'ichdan chiqarilgan pomidor,